Assalamu alaikum. Бүткіл dünyanın her qaysi yerlerde yaşayotgan barlıq Şərqi Türkistanlı qarindaşlar, həmmə vasanlığa Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün qısqa gana bir video işlep бүtkіl dünyanın her qaysi yerlerde yaşayotgan qarindaşlarımızga, vatandaşlarımızga Şərqi Türkistanlıqqa taqıtıb qoyashını to'g'ri ko'rdim. Yaxtırıb anglışınlarını ümit kılıman, hata yerleri olsa düzlüş bir aslan kardeşler. Ben de bu videolarımda ançalarlıkı mancıncı, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü definde san tutup yapılmayman. Bu şey hazır Uygurlar için bulavatkan mesele doğruluk. Kanda kıyganda Xitayga zərbi beriş doğrusunda müştimilarda, müş şekillerde gep kılışıp tırışımın. Şuna toğru təlil qılıp, toğru tefekkür qılıp, yaxşı oylap baha verişinlerini ümit qılıman qarindaşlar. Bir eski yaptığının aldıda Türkiye'de yaşayotgan, Türkiye'deki Şərqi Türkistanlı qarindaşlarımızdan şunda bir çoğun bir jığınga qatnaşqanlığını gördüm. Bu jığında söz qıyğan qarindaşımızның sözü de bunu bu şekilde desem belki şu Türkiye'de yaşayotganlar ve şu Müslüman devletlerde yaşayotganlar mening bu sözümni yaxtırmaslıqı mümkün. Yaxtırmısımı hem de bu yaşını doğru gördüm. Bana oğlum uyum emas, bana milletimnin, halkımның, vatanımның müstakilliği, hürliki, erkinliki mühim boğanlık için bu bu yaşını doğru gördüm. Şu Türkiye'de boğan jığında belki şu Ulemalar Birliği'nin Türkiye'deki reisimi bilmeydikim ben. Şu kardeşimizden kıygan sözünü anladım. Anlap biraz üzemmeleki bu kardeşimiz hem de belki üzünün oylağanları bağdı. Ya yaşavatkan şu Türkiye'de hem de şunu değişik doğru kegellik için digin okşaydı o dep mi kaldım? Ama yani oylağan sıra bu kallamda ötmedi çok kardeşler. Benim şahsen kallamda ötmedi. Belki bazı kardeşlerimiz doğru yaxşı boldu degen boluşu mümkün. Benim kallamda ötmege yeri Şərqi Türkistan mı bizning, Filistin mi bizning, Quddus mi bizning, Şərqi Türkistan'daki halk mı bizning degenliki bu kallamda ötmedi. Çünkü İslam Birliği reisi ve başlığı Xitay'dan yardım kılıdı şu Filistin doğrusunda. Filistin'de bulavatkan şu uruş doğrusunda İsrail'li bilen. Yasin Arafat'ın Xitay'ın prezidenti boğan Deng Xiaoping degen pakavıdan, Deng Xiaoping degen kanxo'rlardan Yasin Arafat'ın o şu resimleri var. Mahmud Abbas mı vatanımız boğan Şərqi Türkistan doğruluk Uygurlarga Xitayla yaxşı siyaset elip berip atıdı. Çünkü Uygurlarga Xitay tecavüzçülerinin yani Xitaylarning qıygını bir yaxşı bir iş dediğin bu şundaq temalarda gap qıyğanlığını dünyanın her qaysi yerlerdeki Şərqi Türkistanlı qarindaşlarımız biladi. Bunda degenlikim belki bazılarının alaqı imanınlığa, gururunluğa takılıp kalışı mümkün. Hazırga kadar vatanımız boğan Şərqi Türkistan doğrusunda Filistinlik bir şəxsi olsun. Ya Filistin üçün inqilab qılavatkan mücahitleri olsun, dini zatları olsun. Vatanımız Şərqi Türkistan üçün gap qıyğanını ben anlamadım. Anlığanlar bana kösetsin. Filistin'e yardım qılavatkanlar. Türkiye'den olsun, Otur Şərqtikiler olsun, ola gap qıp bağan buluşu mümkün.
Ama Filistinlikler hazır kadar Şarkı Türkistanlık doğrusuda Şarkı Türkistan'daki şu Müslümanlarımı bizge okşaş Müslüman bularını bir kapırlar Xitayda bu şunda yok kılış tırışıvatıdı deb bir makale yazgını yok yoki bo'lmasa bir teşvik qilib Uyg'urlarga bir destek bergani yok. Bana bir kelgende belki qarindoshlarimiz buni dinga yo'gab akkana o'lishi mumkin. Bizning xalqimiz, bizning millatimiz buni yomon usta. Yaman ilaqa va kelganda ajoyib kallasi ishlaydi. Ammo Xitoyga qarshi turishga kelganda kallamiz ishlamaydigan bir millatchi biz. Dushmanimizni qarshi turishga kelganda kallamiz ishlamaydigan millat. Bizga bütün dünyadaki kafirlar, Müslümanların düşmanı, yani Uygurların düşmanı, dinimizin düşmanı, ama Xitayla Uygurların düşmanı, Müslümanların dost dediği hukum var. Dini itikadımız güçlü, din için küreş kılmayan devatkan qarindoshlarımızda. Xitayni düşman qatarida, Xitayni kafir qatarida sanayanmaydi şu ular. Şunun için bu videonu bu şekillerde bir dep qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Agar Xitayni düşman qatarida, Xitayni islomning düşmanı qatarida sanayanligan bo'lgan bo'lsak, bugungi kunlikda vatanning sirtida başka dünya kafirlariga qarshi biz deydigan şuvarını kötəməslik mümkündür Şərqi Türkistanlıq Uyğur mücahidlərimiz. Şuna bu bugünkü temam biraz muşu toğrusida gap qilishni to'g'ri ko'rdim. Aş qarindoshimizning hamda vatandaşımızın Türkiyədəgidek bo'lgan bir yig'inda Şərqi Türkistanning davosini anlatishingiz kerakdi. Sizga bir o fursatni bergan ekan, o sharoitni yaratib bergan ekan, Ağzınızda ay yıldızlık kök bayrakını esip durup Şarkı Türkistan'daki Müslümanların jığını boğan bolsa yoki insan hakları jığını boğan bolsa meyli qandaq jığın boğan bolsa Şarkı Türkistan to'g'riliqli gap qilishimiz nihoyat yaxshi bo'ladi. Ama biz yüzümüzde qutqizolmay turib boshqa yerdagilarga ummu meninki bummu meninki desek akmaydı o qarindoshlar. Akmaydı o. Mesela bunu eskertip qo'yay. Biz mushundaq hamoqatligimizdan, ah ko'ngilligimizdan, mushundaq nadonligimizdan, sadaligimizdan bugungi kunlikda mana hamma yerdagilar bizni ishiltib atadi. Yevropada xalamaydi o ishni qarindoshlar. Avrupa'da Filistin mi bizden, Kudüs mi bizden ise xalamaydi o bu yerda. Bunu seminlik deb qo'yay. Bizga yordam qilayotgan davlatlar, yordam qilayotgan xalqlar xalamaydi o so'zni. Chunki Xitoyga qarshi Uyg'urlarga yordam qilyotdi ular. Shunga bunday masalalarga kelganda bizning sagik bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Bunday masalalarga kelganda bizning hushyor bo'lishimiz kerak. Biz birinci olarak Şarkı Türkistan'ın menfaati, Uygurlarının erkinliği, halkımızın hürlüğü, azatlığı için biz bu sözlerimizni, bu fikirlerimizni qilishimiz gerek. Bunu qilmay biz başqalar için söz qilsak yarashmaydi bizga. Men Filistinni desem, Ukraynani desem, meni qo'llab qolarki, bizning qo'llimizdan qarindoshlar. Yana buni deb qo'y. Qo'llimizdan agar Xitoyga qarshiligimizni, vatanimizning Sharqiy Turkistonligini, Uyg'urligimizni biz deyolmasak, undaq yig'inlarga bormasak bormaydi qarindosh. Bilmisan bizni. Va agar boshqalarning gapini qilib, o'zimizni va'da Xitoyning do'sti bo'lganlarni qo'llaydigan, Xitoyning do'sti bo'lganlarni aqlaydigan bizning bir majburiyatimiz yo'q qarindoshlar. O Filistin'den şu en ahirki hazırki Mahmud Abbas nima bo'ldi qarindoshlar bunu bilmamdik biz. Bular biz için nima qildi? Xitoyning qilayotgani, Xitoyning siyosati Uyg'urlar uchun bir Xitoyning ilib borayotgan yaxshi siyosati, yaxshi qonuniy ekan deb shunday bayonot e'lon qilgan, so'z qilganlar bor qarindoshlar. Buni bilmamdik biz, bilgichiligimiz yo'qmi? Turkiyadagilar bilmamdi buni. Ulamalar birligida bilmamdi, bilasizlar qarindoshlar. Bilib turib nima deb sizlar Sharqiy Turkistonning
vekili olab chiqqan Sharqiy Turkiston uchun Uyg'urlarning so'zini qiyg'ini chiqqan odamlar Quddusmi bizning, Filistinmi bizning deydigan haqqinglar bor aslında. Ve kelganda o'ylanglar qarindoshlar. Bu biz uchun foydali emas, ziyonli narsalar. Vatanning sirtida biz Xitoyga qarshi bo'lgandan keyin bizga yistashlik qildiganlar, bizni qo'llaydiganlar, agar bizning namoyishimizga qatnashdiganlar turklar bo'lamdi. Bizning ay yulduzda ko'k bayrog'imizni ko'tarib chiqish kerak. Turk bayrog'ini emas. Ve bizden bo'lmagan milletler, bizden bo'lmagan bizga yistashlik qildigan musulmonlar bormi? Filistinlik deylik, Saudiya Arabistonlik deylik, mayli qaysi yerlik bo'lsin, musulmonlar bo'lsin, bizden bayroqni ko'tarib chiqsin. O'zining bayrog'ini emas, o kerak emas bizga qarindoshlar. Olar bizning namoyishimiz qatnashganlar bo'lib, o'zining dardini anglatish, o'zining bayrog'ini shu bizning aramizda lapildatib, o'zini tunutish. Bu yaxshi emas qarindoshlar. Bizga kim destek bergan bo'lsa, kim yordam bergan bo'lsa, bizning bayrog'imizni shuni ko'tarib chiqsa, vaqtning o'zida bizga yordam qildi, bizga g'amxo'rlik qildi desa bo'ldi. Yevropada bo'layotgan namoyishlardimi, ya namoyishlardimi, misol Germaniya desak, Türk qarindoshlarimiz chiqdi. Bular Türk bayrog'ini ko'tarib chiqdi, shularni qo'shalmaymi qarindoshlar? Agar bizga destek, bizga yordam, bizning namoyishga qatnashadigan bo'lsa, Xitoyga qarshi bizning ayoltizda ko'k bayrog'imizni ko'tarish kerak. Ularning yana o'zining deydigan fikrlari bor. Bizmi sizning yeningizda Xitoyni bilsin dedik, shuni buni ko'tarib chiqdik deydigan fikr. Ya, u kerak emas qarindoshlar bizga. Bizga u kerak emas. Bayroq ko'tarib chiqib qo'ygan bilan, uning bayrog'ini ko'tarib chiqib qo'ygan bilan, ya'ni hukumatı, siyosati Xitoy bilan bo'lgan bu aqmaydigan ishni qilsa, yordam bo'lmaydigan ishni qilsa, foydasi yo'q bizga. Foydasidan cho'g'roq ziyni bor bizga. Turayotgan davlatimizda sizlar Uyg'ur deyotgansizlar, nima deb o boshqa millatning, boshqa davlatning bayrog'ini ko'tarib chiqsizlar deydigan shu turayotgan davlatimizda bizga bunday gaplarni deydi, o vaqt biz qanday qilamiz? Ular qanday javob beramiz? Ya biz emasdik. Ya bizga yordam qilgan chiqqanda bu bunday qilib tursak, unda o'sha bayrog'ini ko'targizsam bo'lmamda, sen o'zingning bayrog'ini versang bo'lmamda desa, nima deb javob beramiz ularga biz? Turayotgan davlatlarda bizga yordam qilayotganlarga. Shuna qarindoshlarim, vatandoshlarım shu masalalarga kelganda biz faoliyat o'rinlashtirganlar, namoyish o'rinlashtirayotganlar, siyosat qilayotganlarimiz, diniy zot ziyolilarimiz o'sha kelganda naytalik kallamizni ishlatishimiz kerak biz. Men buni boshdan oxir naytalik ching turib kelayotgan odamning birisi bu masalaga kelganda. Bizga yordam qilg'ishlar bizning bayrog'imizni ko'tarib chiqsin. Bizning ashundaq keng maydonlarda yig'inga qatnashgan bo'lsak, bizni qichqirgan bo'lsa yoki o'zimiz talab qilib borgan bo'lsa, biz Sharqiy Turkistonning davosini chiqtirishaylik. Boshqa yerning emas. Filistinning emas, Ukrainaning emas va Suriyaning emas, Afg'onning emas. Boshqa yerning chiqtirishmay, o'zimiznikini anlataylik. Musulmon davosimi? Musulmon uchun shu yerga yig'ildikmi? Biz Uyg'ur musulmonlari bo'lganligimiz uchun Xitoy tajovuzchilari, Xitoy kofirlari tomonidan yo'qolayotimiz, dinimizni erkin qilolmayotimiz, Qur'onimizni o'qiolmayotimiz. Shu yerda bizga hech qanday qirqi dinda yashash imkonimiz yo'q deb buni anlatinglar. Xitoyga qarshi zulmga qarshi o'smi, Xitoy bizga inson haqlari o'smi, Xitoy bizga bizni inson qatorida ko'rmayotdi. Biz Uyg'ur bo'lib qolganligimiz uchun vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy bizni shu inson qatorida ko'rmay, bizni yo'q qilishga tirishyapti. Bizning o'zimizning vatanda insonligidagi haqqimiz yo'qmi deb buni anglashtirishaydi. Xitoyga qarshi buni olib buni burmalab ya manda desam meni yaxshi ko'rib qolamki, manda desam dunyo qo'llab qolamki deydigan shu u ta'tilga bo'ldigan ishlar qarindoshlar. Hech bir yer qo'llamaydi uni masalaga deb qo'yay. O'zingni balki hissiyotga elib yo o'zingning mushunda qilsak bizga iymonimizga yarashidi, dinimizga yarashidi deb qilishing mumkin. Bizning Xitoyga qarshi qaysi shakllarda qarshiligimizni ko'rsatsak, noroziligimizni bildirsak, hech bizning dinimizga qarshi emas, millatimizga qarshi bo'lmaydi qarindoshlar bu. Buni apir biz nurg'un mujohidlarimiz burunmi shu Amerikaga qarshi biz, dunyo kofirlariga qarshi biz
Xitoyga qarshi emas, Xitoyga qarshi deyvasa qiliqi millatchilik ko'p qoldi, islomda yo'q deb bugungi kunlikda mana shunday sarsam bayram bo'lib yuryapmiz qarindoshlar. Qaysi millatdan, qaysi mujohiddan, qaysi izilgan, qaysi tajovuzchilarga chiqqan bir millat chiqib shu ashundaq yig'inlarda Sharqiy Turkiston uchun bir söz qilib baxtı qarindoshlar. Bularni bir o'ylashimiz kerak. Bularning Filistin desaq davlat bilan davlat urushi qarindoshlar bu. O'zining ishi bu. Biz bilan hech aloqasi yo'q. Men buni sizlarga dey. Bunu desem, mağdur kapırılap gitti, Avrupa'da yaşayıp, dediğim bu şuna gapını tapıdığın qarindoshlarimiz köp. Aynı vakitte degendim men. Biz özümüz Müslüman bulup, İslam dinimizni yok kılıp itip bağlan Xitoyga qarşı, Xitoy kapırlarga qarşı mücahitlerimiz bununla hazırlık kılış gerek, bununla tayyorlik kılış gerek, bununla urushish gerek deb Suriyadagi mesele bombasdan turib 2012 bu gapni degan adamning birisi. Bizden dinimizni Xitoy ayak astan qilmayapti, Uyg'ur musulmonlarini yo'q qilmayapti, qirg'in qilmayapti. Shu o'ylarimizdan, shu bizning olimlarimizni, taliblarimizni, diniy zotlarimizni Xitoy yo'q qilmayapti, qarindoshlar. Vatanimizni ishg'ol qilmadimi shu Xitoy qop-qora kafir. Hamda Suriyada bo'lsin, Afg'onistonda bo'lsin va boshqa yerlarda bo'lsin, o'zining ichki urushlariga biz nima qarashib olamiz? Esad zalimga, Esad kafirga, Irak'taki olsa, yani bizim onda bu şunda yo'qolan gaplarni o'zimizdagi xuddaligi musulmonga yordam qilayotgandek menda o'tirg'i chiqar ekanmiz. Bizga qaysi musulmonlar yordam qildi? Qaysi musulmonning mujohidlari Xitoyga qarshi tushmay o'qatdi? Qaysi mujohidlar, qaysi musulmonlarning meyli Afg'onistonda bo'lsin, meyli Suriyada bo'lsin, meyli Iroqda bo'lsin, mushada bo'layotgan 30 yillik bo'layotgan urushda o'zini mujohid deydigan, o'zini jihadga atgan, o'zini biz xalifalik qurimiz deyotganlarning qaysi bir qo'pab Xitoyga bishmay o'q etib, mabadim Uyg'ur musulmonlari va bularning bir qutqizishga tirishaylik dedi qarindoshlar. Ular deyolmaydi, demaydi. Chunki Xitoyda yordam belayotganlar ular. Bunu neymiş unutib qolsizlar, neymiş bilmaysizlar qarindoshlar. Bizning dushmanimiz birli Xitoy. Biz dushmanni antib olib, qo'limizda qurolni boshqa, meyli siyosiy jihatdan bo'lsin, meyli Xitoyga qarshi o'zining ifodasini bildirayotgan bizning dinimizdan bo'lmagan bu davlatlardagi bu insonlarga qarshimizning o'zi biz uchun yaxshi natija bermaydi. Shuna mushuni bir o'ylab, yaxshi tafakkur qilib, ashundaq zal maydonlarga, ashundaq insonlar jiqqa kelganda Xitoyning abdi besharasini ochadigan, Xitoyning Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur musulmonlariga, Sharqiy Turkistonlikqa ne kadar ziyonkashlik qilayotganligini, ne kadar qirg'in qilayotganligini desangni yetadi qarindoshlar. Filistinni tortib, Ukrainani tortib, Jiyan tortib, voy buning dedi bizlar o'xshash deb uni yezib, video qilib shilshimning hojati yo'q deb qarayman men. Bizning bir dushmanimiz var Xitoy. Bizning tarixdan buyon urush qilayotganimiz shu. Bunun başka adamlarla urush qildigan haqqimiz mi yo'q bizning? Bizga ziyonkashlik qilmagan bo'lar. Nima deb biz ziyonkashlik qildik ekanmiz ularga? Nima deb qarshi turdik ekanmiz ularga qarindoshlar? O'shalarni bir o'ylab qo'yishinglarni, tafakkur qilishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Shuna bu videoni qisqagina bo'lsa-mu, bu shaklda deb qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Ben qarindoshlarimiz yaxshi o'ylab, buning qarshi chiqadiganlar ko'p bo'lishi mumkin. Voy, biz islom uchun kurash qilayotsak, biz islom uchun jihad qilayotsak, Xitoyga qarshi ashad yashayotgan oilachi singillarimizni, do'st birodarlarimizni, xalqimizni, tuproqimiz uchun ashadiki islom dinini qabul qilgan Uyg'ur musulmonlari uchun bizning dinimizga, tilimizga, urf-odatimizga, tuproqimizga musulmon bo'lmagan bir qop-qora kafir ayak basqan kundan itiboran men mujohid deydigan Uyg'urlarga jihad mana mavadi. Jihad mana bu.
qarindoshlarım. Şuna əlaqə nurgun Uygurlarını məvəkkə esanlar jahatva, məvəkkə esanlar jahatva deb çaqırıb atqan üzümüzün Uygur mücahitlərə deyilən gipim. Üzümüzün əlaqə men musulman, men ümmet desem Uygur musulmanları ümmet qatarına kirmem bunu cıq deb ketken adamım. Bizden hem daha şu Xitay bo'lgan adam ailemizge kirip, xotin qizlarimiz bilan birga yetib qopab, erlerimizni turmaga turib so'lab, bunu ko'zimiz ko'rmayapti. Bu Xitoy kafir emasmi? Onun qarshi o'qatsak, jahat olmamdı. Onun qarshi gap qilsak, ümmet davası bo'lmamdı. Milletçilikka kirib qolamdi ekan bu. Bunda qilmanglar arkadaşlar. Bunda qilmaylik. Filistin'e yardım kılavatkan qaysi Müslüman devletleri olsa bizning devletimiz müstakil emas. Filistin'e qanday yardım qilganlar olsa bizga shunday yardım qilsin. Sözüm bu. Ukraynaga qanday yardım kılavatkan olsa bizga shunday yardım qilsin. Biz ularga yardım qiladigan kuchimiz mi yo'q? Yardım qiladigan devletimiz mi yo'q? Qo'llaydigan, desteklaydigan siyasi hem söz faaliyetimiz mi yok? Birinci olarak biz yüzümüzü güçlü kılap, bizden düşmanımızı dünyanın her qaysi yerlerdeki çıkım faaliyetlerde tunuşturuş, bularga karşı turduğanlarını teklif kılış, müracaat kılış arkadaşlar. Hem vasıflarga Allah'ın özgemanet deymen, bu sözümünü müşahede ahırlaştırman, belki karındaşlarımızdan yakta olmazsa kanlı mümkün. Bazı yaxşı tefekkür kılıp, yaxşı oylap, to'g'ri bo'lsa qo'llab qo'yinglar, xato bo'lsa tuzitish beringlar, ama haqorat qilmanglar. Haqorat qilmanglar. Bakadın o'zingni charchitadigan, o'zingni qupirtirgan ishni qilmanglar. Bizning dushmanimiz bir Xitoy. Bizning shubarimiz, dinimiz islom, vatanimiz Sharqiy Turkiston, millatimiz Uyg'ur, dushmanimiz Xitoy qarindoshlar. Buni hiçbir vakit unutulmaslıkla ümit kılmam. Allah'ın özgü emanet olanlar.